Doktor Ali degan bir mahsulotimiz, choyimiz mana qo'limda yo'riqnomasi turibdi. Gripp, virus, nafas yo'llarini kasalliklari, isitmani tushiruvchi ta'siri ham bor, og'riq qoldiruvchi ta'siri ham bor. Har xil viruslar, nafas yo'lidagi respirator kasalliklari, bularga ham o'ta muhim va juda foydali ta'sirini o'zimiz ichib, foydalanib, tajribalardan o'tkazib, keyin hammaga mana tavsiya qilyapmiz. Mana o'zimiz ham choy ichyapmiz, mana choylarimizdan nihoyatda tarkibi. Choy ichasiz, choy ko'p, nihoyatda dunyoda choy ko'p, hammasi ko'p. Bu darajada tarkibli choy faqat Doktor Alida bor. Bu tarkibli choy. Dunyoda bu choyda o'xshashi yo'q. Eksklyuziv choy. Mana ichyapmiz, eksklyuziv choy, mana tarkibi. Ota-bobolarimiz nimaga yuzga kirib ham sog'lom yurishgan? Sog'lom hayot, sog'lom turmush tarzi bilgan, bilmagan holatda oziq-ovqat, choy mahsulotlari sog'lom bo'lgan, oziq-ovqat sog'lom bo'lgan, tarkib sog'lom bo'lgan. Sog'lom deganimiz tabiiy deganimiz. Hech qanday bir qo'shimcha, bir ximiya qo'shimchalari, hech qanday bir rangdor, hech qanday bir tabiiy rang bo'lgan, tabiiy hid bo'lgan, tabiiy ta'm bo'lgan. Mana shu biz orzu qilgan, umid qilgan mana choy. Men o'zim bir zavqlanib gapirib ketyapman. Men umid qilgan choy mana tayyor bo'ldi. Hammalaringni choy ichishlaringni mana shu Doktor Ali degan choydan ichib bir foydalanishlaringni tavsiya qilaman.